ana dekabrim ketyapti, lekin savdo yo'q. Nima qilsa bo'ladi? Shu tepadagi mana bu korичневый kurtka bilan qora kurtkani o'rnini almashtirib qo'ysam savdo bo'larmikan? Obedda nima yevdim? Ikkita somsa yevdimmi? Kartoshkaligidami yo go'shtligidami? Esam nima bo'lib o'lyapti bu esga? Magazinda o'tirib burunni kavlasa tashqaridagi odamlar shuni ko'rarmikan? Yo'q, ko'rmasa kerak. Mayli. Qachon savdo bo'lar endi? Bahorda savdo bo'larmikan? Yozda savdo bo'larmikan? Mayli. Ozgina sabr qilaylikchi. Savdo ham bo'lib qolar.